Bobomda ajoyib odat bor edi. Kichik chumoliga bermasdi ozor. Lekin odamlarga fe'li tordi. Ba'zan yig'latardi bizlarni zor-zor. Agar asalari qo'liga qo'nsa, shu chetishga botinmay qarab turardi. Agar bizda biron yomonlik ko'rsa, shunday yonardiki, hatto urardi. Endi zaharli ariga marhamat qilib, odamga qahrdan bo'lardim hayron. Buni sezgan bobom miyig'ida kulib, sekin falsafasini qilardi bayon. Bolalarim, bu bahor oshig'i, gullar shaydosi. Buni niyatidir yetkazmoqlik bor. Bu jonivor kimgadir sanchsa nayzasin, o'zini umriyam topadi savol. Bittani chaqishdan o'tmas nariga. Endi birovga yomonlik yetkazgan kishi koshki o'xshasaydi asalariga.